Hurmatli tomoshabinlar, bugun biz sizni uyqusiz qoldirishi mumkin bo'lgan, ammo bilish shart bo'lgan o'ta muhim mavzu haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, yillar davomida mehnat qilib topgan aziz uy-joyingiz vafotingizdan keyin oilangizga o'tmasligi, balki boshqa shaxslar yoki hatto davlat tasarrufiga o'tish xavfi mavjudligi. Bu qo'rqinchli ssenariydek tuyulishi mumkin, ammo afsuski, bu haqiqat bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot har bir uy egasi uchun, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun o'ta muhimdir. Sizning oilangiz va merosxo'rlaringiz taqdiriga befarq bo'lmasangiz, diqqat bilan tinglang. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu bizga ko'proq odamlarga yordam berishimizga, ularni shu kabi jiddiy muammolardan ogohlantirishimizga imkon beradi. Keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Qadimdan bizda shunday tushuncha borki, agar odam vafot etsa, uning mol-mulki, xususan uyi avtomatik ravishda farzandlariga yoki eng yaqin qarindoshlariga o'tadi. Bu g'oya juda tabiiy va adolatli tuyuladi, to'g'rimi? Axir ota-bobolarimizdan qolgan an'ana shunday bo'lgan. Avvallari mol-mulkni o'tkazish jarayoni nisbatan sodda edi. Odamlar ko'pincha hatto rasmiy hujjatlarni qanday rasmiylashtirish haqida unchalik tashvishlanmas edilar. Chunki meros huquqi yanada intuitivroq va og'zaki kelishuvlarga asoslangandek tuyulardi. Mahalla ko'yda, oilada hamma bir-birini tanigan va nizolar kam bo'lgan. Biror kishi vafot etsa, uning o'g'il-qizlari yig'ilib marhumning uyini yoki boshqa mulkini o'zaro kelishib taqsimlaganlar. Keyinchalik bu kelishuv rasmiylashtirilgan. Ammo bugungi kunda ahvol tubdan o'zgargan. Hozirgi kunda davlat organlari va qonunchilik meros masalalariga yanada jiddiy yondashmoqda. Jamiyatimiz modernizatsiya qilingani sari mulkiy munosabatlar ham murakkablashib bormoqda. Endi shunchaki bu mening otamning uyi deyish ba'zi holatlarda yetarli bo'lmasligi mumkin. Qonunchilikdagi o'zgarishlar mulkchilikning turli shakllari paydo bo'lishi va ayniqsa turli xil qarzdorliklar, kommunal to'lovlar, bank kreditlari, soliqlar mavjudligi meros jarayonini sezilarli darajada murakkablashtirdi. Agar mulk hujjatlari tartibga solinmagan bo'lsa yoki vasiyatnoma tuzilmagan bo'lsa, hatto yaqin qarindoshlar ham o'z mulklaridan mahrum bo'lishi xavfi tug'iladi. Davlat endi shunchaki passiv kuzatuvchi emas, balki qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan faol ishtirokchiga aylangan. Demak, vafot etgandan keyin uyim nima bo'ladi degan savol bugungi kunda har qachongidan ham dolzarb va jiddiy yondashishni talab qiladi. Biz aynan shu murakkabliklarni birma-bir ochib beramiz. Shunda siz o'zingizni va oilangizni himoya qilish uchun qanday choralar ko'rishni bilib olasiz. Keling, ushbu murakkab masalaning detallariga chuqurroq kirib boraylik. Kimlar bu masaladan xavotir olishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Bu savolga javob berish uchun bir nechta muhim omillarni ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchidan, kim xavotir olishi kerak? Eng avvalo vasiyatnoma tuzmagan shaxslar. Agar vasiyatnoma bo'lmasa, mulk qonun bo'yicha merosxo'rlarga o'tadi. Ammo bu jarayon juda murakkab bo'lishi mumkin. Ayniqsa birinchi navbatdagi merosxo'rlar bo'lmasa yoki ular o'zaro nizolashsa. Keyingi toifa to'lanmagan qarzlari bor shaxslar. Bularga kommunal to'lovlar, bank kreditlari, soliqlar yoki hatto xususiy qarzdorliklar kirishi mumkin. Agar sizning nomingizda rasmiy hujjatlari to'g'ri bo'lmagan mulk bo'lsa, masalan, kadastr hujjatlari eskigan, qayta rasmiylashtirilmagan yoki umuman yo'q bo'lsa, bu ham katta muammolarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, farzandsiz bo'lganlar yoki merosxo'rlari uzoqda yashaydiganlar, ular bilan aloqa yo'q bo'lganlar ham xavotir olishlari kerak. Nihoyat, davlat subsidiyasi asosida yoki maxsus shartlar bilan olingan mulk egalari ham o'z vaziyatlarini diqqat bilan ko'rib chiqishlari lozim. Chunki bunday mulklar bilan bog'liq maxsus cheklovlar mavjud bo'lishi mumkin. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Vasiyatnomani barcha qoidalarga rioya qilgan holda notariusda rasmiylashtirganlar. Mulkchilik hujjatlari, kadastr pasporti, mulk guvohnomasi tartibli va dolzarb bo'lganlar. Hech qanday qarzlari bo'lmaganlar yoki mavjud qarzlarni muntazam to'lab boruvchilar. Shuningdek, yaqin va ishonchli, nizolashmaydigan merosxo'rlari bor shaxslar ham. Keling, bularni bir nechta real hayotiy misollar bilan ko'rib chiqaylik, raqamlar va vaziyatlar asosida tushunishga harakat qilaylik. Misol bir pensioner Dilshod aka. Dilshod aka Toshkent uylaridan birida 2 xonali kvartirada yolg'iz yashar edi. Uning yagona farzandi chet elga ishlash uchun ketgan va uzoq yillar davomida aloqa kam edi. Dilshod aka nafaqada bo'lganligi sababli ba'zan kommunal to'lovlarni
o'z vaqtida to'lashga qiynalar edi. Oxirgi 2 yil davomida uning tabiiy gaz, elektr energiyasi va suv uchun qarzi taxminan 5 million so'mga yetgan edi. Bundan tashqari u kichik bir bankdan iste'mol krediti ham olgan bo'lib, uning to'lanmagan qoldig'i foizlar bilan birga taxminan 7 million so'mni tashkil etardi. Dilshod aka vafot etdi. U hech qanday vasiyatnoma qoldirmadi. Uning yagona farzandi otasining vafoti haqida 6 oylik muddat tugashiga yaqin bilib qoldi va u merosni rasmiylashtirishga ulgurmasligi mumkin edi. Bu vaziyatda nima sodir bo'ladi? Avvalo, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar va bank o'z qarzdorligini undirishni boshlaydi. Agar merosxo'rlar o'z vaqtida merosni qabul qilmasa yoki qabul qilgan taqdirda ham Dilshod akaning farzandi chet elda bo'lgani sababli bu qarzlarni to'lashga qodir bo'lmasa, vaziyat murakkablashadi. Qarzdorlik umumiy hisobda 2 million so'mdan oshdi. Qonunchilikka ko'ra, merosxo'rlar faqatgina merosning qiymat doirasida marhumning qarzlari uchun javobgar bo'ladilar. Agar Dilshod akaning kvartirasi taxminan 4 million so'm tursa, 2 million so'm qarz bu summaning kichik bir qismidir va merosxo'r qarzni to'lab uyini o'z nomiga o'tkazishi mumkin. Ammo agar farzandi merosni o'z vaqtida qabul qilmasa, 6 oy ichida notariusga murojaat qilmasa, kvartira o'zlashtirilgan meros deb topilib, davlat tasarrufiga o'tishi mumkin. Davlat esa bu uyni auksionga qo'yib, tushgan puldan qarzlarni qoplashi va qolgani, agar merosxo'r keyinroq paydo bo'lsa, unga berishi mumkin. Eng yomon ssenariyda, agar uzoq vaqt davomida hech kim merosxo'r sifatida paydo bo'lmasa, mulk butunlay davlatga o'tib ketishi ham mumkin. Misol 2. Merinisa opa. Merinisa opa Farg'ona viloyatida yashar edi. Uning 2 ta farzandi bor, ammo ikkalasi ham Rossiyada doimiy yashash uchun ketishgan. Merinisa opaning o'zi bir xonali uyda yashar edi. U vasiyatnoma tuzmagan edi. Chunki bolalarim bor-ku, ularga o'tadi-da deb o'ylar edi. Farzandlari onalaridan xabar olishar, ammo vafotidan keyin bir muddat, taxminan 5 oy o'tguncha onasining o'limi haqida bilishmadi. Keyinroq ularga qo'shnilardan xabar yetdi. Bu vaziyatda nima bo'ladi? Merosni qabul qilish uchun qonun bo'yicha 6 oylik muddat belgilanadi. Bu muddat marhum vafot etgan kundan boshlab hisoblanadi. Agar Merinisa opaning farzandlari Rossiyada bo'lib 5 oy o'tibgina xabar topgan bo'lsalar, ularda merosni qabul qilish uchun atigi 2 oy vaqt qoladi. Agar ular shu qisqa muddat ichida O'zbekistonga kelib, notariusga murojaat qilib, merosni qabul qilish to'g'risida ariza bera olmasalar, ular muddatni o'tkazib yuborgan hisoblanadilar. Bunday holatda ular merosni qabul qilish huquqini tiklash uchun sudga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Bu esa qo'shimcha xarajatlar, vaqt va asab talab qiladi. Sud isbot talab qiladi. Masalan, ular vafot haqida bilmaganliklari haqida. Agar isbotlay olmasalar yoki sud ularning arizasini rad etsa, Merinisa opaning uyi ham o'zlashtirilgan meros sifatida davlat tasarrufiga o'tishi mumkin. Misol 3. Azam aka. Azam aka Samarqandda qishloq joyda katta hovlida yashar edi. Bu uy uning bobosidan meros qolgan bo'lib, Azam aka bu uyda butun umr yashagan. Ammo uyning hujjatlari juda eski edi. 1990-yillarda uyga faqat texnik pasport berilgan, lekin kadastr hujjatlari hech qachon yangilanmagan va yer uchastkasiga egalik huquqi tasdiqlanmagan edi. Azam aka o'zini shu uyning to'laqonli egasi deb hisoblardi, lekin rasman uning nomida faqat eskirgan, huquqiy kuchini deyarli yo'qotgan hujjat mavjud edi. Azam aka to'satdan vafot etdi. Uning farzandlari bu uyni meros qilib olishga harakat qilishdi. Qarabsizki, muammolar boshlandi. Notarius hujjatlarni tekshirganda uyning zamonaviy kadastr hujjatlari yo'qligini aniqladi. Yerga egalik huquqi ham rasman tasdiqlanmagan. Bu holatda Azam akaning farzandlari nafaqat merosni rasmiylashtirish, balki avval uyning o'zini qonuniylashtirish uchun qator sud jarayonlaridan o'tishlariga to'g'ri keldi. Ular uyning o'z otalariga tegishli ekanligini, unda doim yashaganliklarini isbotlashlari kerak edi. Bu jarayon bir necha yilga cho'zilib ketishi, ko'p mablag' va kuch talab qilishi mumkin. Agar bu isbotlash jarayonlari muvaffaqiyatsiz tugasa, hatto uyga egalik huquqini yo'qotish xavfi ham mavjud. Oxir hujjatlarda uy egasi sifatida ko'rsatilgan shaxs uzoq vaqt avval vafot etgan bo'lishi mumkin va uning boshqa merosxo'rlari paydo bo'lib qolishi ham ehtimoldan xoli emas. Misol 4. Davlat subsidiyasi bilan olingan uy. Gulnora opa yosh oila sifatida 2020 yilda davlat subsidiyasi asosida Toshkent viloyatidan arzonlashtirilgan uy-joy sotib oldi. Subsidiyali uylar uchun bir qator cheklovlar mavjud. Masalan, bunday uylar sotib olingan kundan boshlab odatda
5 yil mobaynida sotilishi, hadya qilinishi yoki boshqa yo'l bilan begonalashtirishi mumkin emas. Gulnora opa 2023 yilda to'satdan vafot etdi. Uning 2 nafar voyaga yetmagan farzandi va turmush o'rtog'i qoldi. Bu holatda nima bo'ladi? Gulnora opaning mulki meros bo'yicha farzandlari va turmush o'rtog'iga o'tadi. Ammo uyni sotish yoki boshqa yo'l bilan begonalashtirishga qo'yilgan 5 yillik cheklov saqlanib qoladi. Ya'ni oila bu uyni sotib bo'lgunga qadar, ya'ni 2025 yilgacha sota olmaydi. Agar oila bu uydan boshqa joyga ko'chib o'tishni istasa yoki uni sotib boshqa joyda katta uy olishni xohlasa, bu imkonsiz bo'ladi. Agar qolgan merosxo'rlar ushbu mulk bilan bog'liq shartlarni bajara olmasalar, masalan, subsidiya shartlariga ko'ra u yerda yashash majburiyati bo'lsa, ular mulkini yo'qotish xavfi ostida qolishlari mumkin. Bu holatda merosxo'rlar subsidiyani bergan davlat organi bilan maslahatlashishlari va qonuniy yechim topishlari shart. Misol 5, bankdan kreditga olingan uy. Muzaffar aka doimiy ish joyiga ega bo'lgan va yaxshi daromad oladigan yigit edi. U bankdan ipoteka kreditiga katta uy sotib oldi. Kredit muddati 20 yil, umumiy summasi 8 million so'm edi. Muzaffar aka kreditni rasmiylashtirayotganda hayot sug'urtasi polisiga ega bo'lmagan. 5 yildan keyin u kreditning yarmini to'lagan vaqtlarda Muzaffar aka baxtsiz hodisa tufayli vafot etdi. Uning turmush o'rtog'i va 2 yosh farzandi qoldi. Vaziyat quyidagicha: Muzaffar aka vafot etganidan keyin uning kredit bo'yicha majburiyatlari merosxo'rlarga o'tadi. Ya'ni turmush o'rtog'i va farzandlar uyning egasi bo'lishlari bilan birga kreditning qolgan qismi taxminan 400 million so'm uchun ham javobgar bo'ladilar. Agar Muzaffar aka hayot sug'urtasi polisiga ega bo'lganda edi. Sug'urta kompaniyasi uning o'limi sababli kredit qoldig'ini to'lab berar edi. Ammo sug'urta bo'lmagani sababli uning oilasi bu yukni o'z zimmasiga olishi shart. Agar turmush o'rtog'i va farzandlar bu kreditni to'lay olmasalar, bank sud orqali uyni garovdan olib auksionga qo'yishi mumkin. Bunday holatda oila nafaqat uyini yo'qotadi, balki bankka bo'lgan barcha qarz majburiyatlari ham qoplangandan so'ng ularga hech narsa qolmasligi ham mumkin. Ba'zan hatto uyning sotuvidan tushgan pul qarzni to'liq qoplamasligi ham mumkin. Bu esa oilaning yanada og'ir ahvolga tushishiga olib keladi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, kreditga mulk olganda har doim sug'urta masalasiga jiddiy e'tibor berish kerak. Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, meros masalasi faqatgina hujjatlarni rasmiylashtirishdan iborat emas, balki oldindan ko'ra bilish, ehtiyot choralarini ko'rish va har qanday kutilmagan vaziyatga tayyor turishni talab qiladi. Shuning uchun barcha mulk egalari, ayniqsa pensionerlar, o'z mulklarining taqdiriga befarq bo'lmasliklari shart. Meros masalasida faqatgina umumiy qoidalarga rioya qilish yetarli emas. Qonunchilikda bir qator istisnolar, kutilmagan to'siqlar va bir qarashda sezilmaydigan nozik jihatlar mavjud bo'lib, ular mulkning taqdirini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Keling, shu jihatlarga ham diqqatimizni qarataylik. Istisnolar merosdan voz kechish. Ba'zida merosxo'rlar merosni qabul qilishdan voz kechishlari mumkin. Bu qanday vaziyatlarda yuz beradi? Misol uchun, agar marhumning qarzlari merosning qiymatidan sezilarli darajada oshib ketgan bo'lsa, farzand otasidan qolgan uyni meros qilib olishni istaydi, lekin uyga nisbatan 500 million so'm bank krediti bor va uyning bozor qiymati 400 million so'm. Bu holda farzand uy bilan birga 1 million so'm qarzni ham meros qilib olishi kerak bo'ladi. Bunday vaziyatda merosdan voz kechish ba'zan moliyaviy jihatdan eng to'g'ri qaror bo'lishi mumkin. Voz kechish ham notarial tartibda rasmiylashtiriladi va u shartsiz hamda to'laqonli bo'lishi shart. Ya'ni faqat qarzdan voz kechib uyni olishning iloji yo'q, majburiy ulush. Bu juda muhim nuans. Agar vasiyatnoma mavjud bo'lsa ham qonun bo'yicha ba'zi shaxslarga merosning ma'lum bir qismi majburiy tartibda o'tadi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra meros qoldiruvchining voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz bolalari, shuningdek mehnatga layoqatsiz er, xotin va ota-onasi vasiyatnomaning mazmunidan qat'i nazar qonun bo'yicha ularga tegishi lozim bo'lgan meros ulushining kamida 3 dan 2 qismini meros qilib oladilar. Misol uchun, keksa ota o'zining yagona uyini ikkinchi nikohdagi xotiniga vasiyat qilgan bo'lsin. Lekin uning birinchi nikohidan voyaga yetmagan farzandi bor. Bu voyaga yetmagan farzand vasiyatnomaga qaramay, qonun bo'yicha unga tegishi lozim bo'lgan ulushdan 2 qismini majburiy ravishda oladi. Bu esa vasiyatnomani qisman o'zgartirib yuboradi. Mulkni hayotlik chog'ida hadya qilish yoki oldi-sotdi qilish. Ba'zi pensionerlar meros masalasidagi qiyinchiliklardan qochish uchun
o'z mulkini hayotlik chog'ida farzandlariga hadya qilishadi yoki nominal narxda sotishadi. Hadya shartnomasi rasmiylashtirilganda mulk egasi darhol o'zgaradi va meros masalasi butunlay dolzarbligini yo'qotadi. Bu jarayon nisbatan sodda va meros soliqlari ham yo'q, biroq bu yerda ham o'ziga xos xavflar mavjud. Agar ota-ona uyini farzandiga hadya qilsa-yu, keyinchalik farzand ularga nisbatan beparvo bo'lib qolsa yoki ularni uydan chiqarib yuborishga harakat qilsa, ahvol og'ir bo'lishi mumkin. Chunki hadya shartnomasi bekor qilinishi juda qiyin. Oldi-sotdi shartnomasida esa mulk egasi mulkni sotib pulini oladi. Lekin ba'zan shunday holatlar bo'ladiki, ota-onalar uyini farzandiga nominal summani ko'rsatgan holda sotadi, ammo aslida pul olmaydi. Bu esa kelajakda boshqa farzandlar tomonidan nizolar kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Har ikkala holatda ham mulk egasi o'z mulkiga bo'lgan huquqini to'liq yo'qotadi. Shuning uchun bu qadamni qo'yishdan oldin barcha risklarni sinchkovlik bilan tahlil qilish kerak. Pitfalls, kutilmagan to'siqlar, merosni qabul qilish muddatini o'tkazib yuborish. Yuqorida aytib o'tilgandek, merosni qabul qilish uchun 6 oylik muddat beriladi. Bu muddatning o'tkazib yuborilishi juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Faraz qiling, chet elda yashovchi farzand otasining o'limi haqida o'z vaqtida bilmagan. 6 oy o'tgach u merosni rasmiylashtirish uchun murojaat qilsa, notarius uning arizasini qabul qilmaydi. Endi u merosni qabul qilish muddatini tiklash uchun sudga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Sudda u muddatni o'tkazib yuborishning uzrli sababini isbotlashi kerak. Masalan, og'ir kasallik, uzoq muddatli komandirovka yoki marhumning o'limi haqida bilmaganligi. Ammo bunday isbotlarni topish har doim ham oson emas. Agar isbotlay olmasa, u merosdan butunlay mahrum bo'lishi mumkin. Noto'g'ri rasmiylashtirilgan vasiyatnoma faqat yozma shaklda tuzilishi va notarius tomonidan tasdiqlanishi shart. Agar vasiyatnoma oddiy qog'ozga yozilgan bo'lsa va notarius tomonidan tasdiqlanmagan bo'lsa, u yuridik kuchga ega emas. Ba'zan shunday holatlar bo'ladiki, pensionerlar o'z uyini qo'shnisiga yoki uzoq qarindoshiga og'zaki yoki oddiy qog'ozda vasiyat qilib, unga qarayotganliklari uchun tashakkur bildirishadi. Merosxo'rlar ushbu vasiyatnomaning hech qanday yuridik kuchga ega emasligini aniqlashadi. Shu sababli vasiyatnoma tuzishda notariusga murojaat qilish shart. Merosxo'rlarning o'zaro nizolari bu eng keng tarqalgan muammolardan biri. Agar marhum vasiyatnoma qoldirmagan bo'lsa va bir nechta merosxo'rlar, masalan, bir nechta farzandlar mavjud bo'lsa, mulkni taqsimlash bo'yicha kelishmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zan aka-ukalar, opa-singillar bir-birlari bilan uzoq yillar davomida sudlashib yurishadi. Bu esa ularga katta moliyaviy va ruhiy zarar yetkazadi. Bu nizolar mulkni muzlatib qo'yishi mumkin. Ya'ni sud jarayoni tugamaguncha uni sotish, hadya qilish yoki boshqa yo'l bilan begonlashtirish imkonsiz bo'ladi. Firibgarlik. Afsuski, pensionerlar ko'pincha firibgarlarning nishoniga aylanadi. Ba'zi shaxslar keksa yoshdagi fuqarolarning ishonchidan foydalanib, ularni mulklarini begonalashtirishga majburlashga harakat qilishadi. Masalan, sizga qaraymiz, evaziga uyingizni bizga vasiyat qiling kabi takliflar bilan yondashadilar. Ba'zida esa hatto majburlash yo'li bilan vasiyatnoma tuzdirish yoki hadya shartnomasini rasmiylashtirish holatlari ham uchraydi. Bunday shartnomalar keyinchalik sud orqali bekor qilinishi mumkin. Ammo buning uchun katta kuch va vaqt talab etiladi. Eng yomon holatda qora rieltorlar keksaygan odamlarning hujjatlarini qalbakilashtirib, uylarini tortib olishga urinishlari ham mumkin. Unobvious nuances, sezilmaydigan nozik jihatlar, xotinning umumiy mulki. Turmush o'rtoqlarining nikoh davrida orttirgan mol mulki ularning umumiy birgalikdagi mulki hisoblanadi. Turmush o'rtog'idan biri vafot etgan taqdirda uning umumiy mol mulkdagi ulushi odatda ehmet meros tarkibiga kiritiladi. Masalan, va xotin birgalikda uy sotib olgan bo'lsalar, vafot etganda uyning yarmi xotinning ulushi sifatida qoladi. Qolgan yarmi esa marhum erning merosi sifatida taqsimlanadi. Bu meros ham qonun bo'yicha merosxo'rlarga xotin, bolalar, ota-onalar taqsimlanadi. Bu degani xotin o'z mulkining yarmini ham boshqa merosxo'rlar bilan bo'lishishga majbur bo'lishi mumkin. Bu jihat ko'pincha e'tiborga olinmaydi va nizolarga sabab bo'ladi. Turmush o'rtog'i marhumning umumiy mulkdagi ulushidan tashqari uning shaxsiy mol mulkidan ham, masalan, nikohgacha bo'lgan mulkidan qonuniy merosxo'r sifatida o'z ulushini olishga haqli. Davlat foydasiga meros o'zlashtirilgan meros. Agar merosxo'rlar bo'lmasa,
yoki ular mavjud bo'lsa-da, merosni qabul qilmasalar, mulk davlat tasarrufiga o'tadi. Bu holda mulk o'zlashtirilgan meros deb tan olinadi va mahalliy davlat hokimiyat organlari tomonidan boshqariladi. Bu mulk odatda keyinchalik auksion orqali sotiladi va tushgan mablag' davlat byudjetiga tushadi. Ba'zan merosxo'rlar uzoq vaqt davomida biror sababga ko'ra paydo bo'lmaydilar va bu vaqt ichida mulk davlat tasarrufiga o'tib ketadi. Keyinchalik merosxo'rlar paydo bo'lsa, ular bu mulkni qaytarib olish uchun sudga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Bu esa juda murakkab va uzoq jarayon. Meros qoldiruvchining qarzlarini merosxo'rlar zimmasiga o'tishi. Bu juda muhim nuansa. Yuqorida aytganimizdek, merosxo'rlar marhumning qarzlarini faqat merosning qiymati doirasida to'lashlari shart. Agar qarz merosning qiymatidan oshib ketsa, merosxo'rlar faqatgina o'zlariga o'tgan mulk miqdorida javobgar bo'ladilar va ortiqcha qarzni to'lashga majbur emaslar. Ammo agar merosxo'rlar merosni qabul qilishdan oldin marhumning qarzlaridan to'liq xabardor bo'lmasalar, ular katta moliyaviy muammolarga duch kelishlari mumkin. Ba'zi banklar yoki qarzdorlar merosxo'rlardan marhumning barcha qarzlarini talab qilishga urinishadi. Lekin qonun bo'yicha merosxo'rlar faqat meros qiymati doirasida javobgar. Shuning uchun merosni qabul qilishdan oldin marhumning barcha moliyaviy majburiyatlarini sinchkovlik bilan tekshirish juda muhimdir. Ko'rib turganingizdek, meros masalasi oddiygina meros qoldi degan tushunchadan ko'ra ancha chuqur va ko'p qirrali. Shuning uchun har bir fuqaro, ayniqsa keksa yoshdagilar o'z mulklarining taqdiri haqida bugundan boshlab o'ylab, tegishli choralar ko'rishlari zarur. Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Yuqorida sanab o'tilgan muammolarga duch kelmaslik uchun nima qilish kerak? Qanday aniq qadamlar tashlash lozim? 1. Hujjatlaringizni tartibga soling. Bu birinchi va eng muhim qadam. Uyingizning kadastr pasporti, mulk guvohnomasi, order, davlat davlatnomasi va hokazo borligiga ishonch hosil qiling. Bu hujjatlar sizning nomingizda rasmiylashtirilgan bo'lishi va barcha ma'lumotlar dolzarb bo'lishi kerak. Agar kadastr pasportingiz eski bo'lsa, uni yangilash uchun davlat xizmatlari markaziga yoki kadastr bo'limiga murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga yordam berishadi. Texnik pasportga o'zgartirishlar kiritilgan bo'lsa, masalan, qo'shimcha qurilishlar, ular qonuniy rasmiylashtirilganligini tekshiring. Aks holda, kelajakda farzandlaringiz bu qo'shimcha binolarni qonuniylashtirish uchun ancha bosh og'riqlarga duch kelishlari mumkin. Shuningdek, shaxsiy pasportingizdagi ma'lumotlar bilan mulk hujjatlaridagi ma'lumotlar bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling. Ba'zan yillar davomida familiyada yoki ismda kichik xatolar bo'lib, ular mulkni rasmiylashtirishda katta to'siq bo'ladi. 2. Vasiyatnoma tuzing. Bu sizning mulkingiz taqdirini aniq belgilab beradigan eng samarali vositadir. Vasiyatnoma yozma shaklda tuzilishi va albatta notarius tomonidan tasdiqlanishi shart. Notarius sizga hujjatni to'g'ri rasmiylashtirishga yordam beradi, barcha huquqiy nozikliklarni tushuntiradi. Vasiyatnomada kimga qaysi mulkni qoldirishingizni aniq ko'rsating. Masalan, Qarshi shahridagi Ix ko'chasi, uyidagi kvartiramni o'g'lim Asqarjon Zokirovga qoldiraman kabi aniq ifodalar bo'lishi kerak. Bir nechta merosxo'r bo'lsa, kimga qancha ulush berilishi ham ko'rsatilishi mumkin. Shuni unutmangki, vasiyatnoma keyinchalik o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin, agar sizning xohishingiz o'zgarsa. Shuningdek, majburiy ulushga ega bo'lgan merosxo'rlar borligini ham hisobga oling. Yuqorida aytib o'tilgandek, voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz farzandlar, ota-onalar turmush o'rtoq. Qarzlaringizni nazorat qiling. Kommunal to'lovlar, bank kreditlari, soliqlar kabi barcha majburiyatlaringizni o'z vaqtida to'lab boring. Agar qarz bo'lib qolsa, imkon qadar tezroq uni to'lashga harakat qiling. Bank kreditlaringiz bo'lsa, ularni qayta ko'rib chiqing. Ipoteka yoki katta miqdordagi kreditlar uchun hayot sug'urtasi polisini rasmiylashtirishni jiddiy o'ylab ko'ring. Bu sizning o'limingizdan keyin qarz yuki oilangiz zimmasiga tushmasligini ta'minlaydi. Kommunal qarzdorliklar haqida ma'lumotni mahalliy kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan gaz, svet, suv chiqindi olishingiz mumkin. Soliqlar bo'yicha ma'lumotni esa soliq inspeksiyasidan olish mumkin. Darmi, oilangizni xabardor qiling. Mulkning borligi, uning joylashuvi, barcha hujjatlar qayerda saqlanishi haqida yaqinlaringizni, ayniqsa merosxo'rlarni xabardor qiling. Vasiyatnoma tuzgan bo'lsangiz, uning mavjudligi va qayerda turishi haqida ham aytib bering. Bu ular merosni o'z vaqtida va muammosiz qabul qilishlariga yordam beradi. Ba'zan shunday bo'ladiki,
vasiyatnoma bor, ammo hech kim uning qayerdaligini bilmaydi. Natijada u yo'qolgan hisoblanadi. Shuningdek, mulk bilan bog'liq har qanday majburiyatlar, masalan kreditorlar haqida ham ogohlantiring. 5. Mutaxassis bilan maslahatlashing. Agar sizda biror shubha yoki savol tug'ilsa, advokat yoki notarius bilan uchrashing. Ular sizning shaxsiy vaziyatingizni tahlil qilib, eng to'g'ri yo'lni ko'rsatishadi. Maslahat olish uchun to'lov qilishdan qo'rqmang. Chunki bu kelajakdagi katta muammo va xarajatlarning oldini oladi. 6. Agar siz merosxo'r bo'lsangiz, marhumning o'limidan keyin zudlik bilan notariusga murojaat qilib, merosni qabul qilish haqida ariza bering. 6 oylik muddatga qat'iy rioya qiling. Agar marhumning qarzlari borligi aniqlansa, merosni qabul qilishdan oldin barcha risklarni hisobga oling. Meros qoldiruvchining qarzlari haqida ma'lumotni banklardan, soliq idoralaridan, kommunal xizmatlardan so'rab oling. Agar qarz miqdori merosning qiymatidan oshib ketsa, merosni qabul qilishdan voz kechishni o'ylab ko'rishingiz mumkin. Mulkni hayotlik chog'ida hadya qilish yoki sotishni o'ylash. Agar sizda bir nechta merosxo'rlar o'rtasida nizolar kelib chiqish ehtimoli yuqori bo'lsa, yoki meros jarayonidagi murakkabliklardan butunlay qochishni istasangiz, mulkni hayotlik chog'ida hadya qilish yoki sotishni o'ylab ko'ring. Hadya shartnomasi bilan mulk darhol farzandingiz nomiga o'tadi. Bu holda siz mulkni begonalashtirishda hech qanday soliq to'lamaysiz. Ammo farzandingiz sizning oilangizga kirmagan shaxs bo'lsa, u hadya uchun soliq to'lashi mumkin. Oldi sotish shartnomasida esa mulk sotiladi va siz pulini olasiz. Ammo bu qarorlarni qabul qilishdan oldin ham notarius yoki advokat bilan maslahatlashish shart. Chunki bu qarorlar mulk egasining mulkka bo'lgan huquqini butunlay yo'qotadi va keyinchalik o'zgartirish juda qiyin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, uyingizning taqdiri sizning qo'lingizda. Unutmangki, har bir hujjat, har bir qaror muhim ahamiyatga ega. Proaktiv bo'ling, mas'uliyat his qiling va o'zingizni hamda oilangizni kelajakdagi mumkin bo'lgan muammolardan himoya qiling. Ushbu videoni do'stlaringiz va oila a'zolaringiz bilan bo'lishing. Ularga ham bu o'ta muhim ma'lumotni yetkazing, ularning ham o'z mulklarini himoya qilishlariga yordam bering. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan vaziyatlaringizni izohlarda yozing. Biz har bir izohni o'qiymiz va imkon qadar javob beramiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Faqat shu yo'l bilan biz bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkaza olamiz. Sog' bo'ling.